Ilm olish dinimizda ulug' ibodatlardan sanaladi. İlk nozil bo'lgan vahiyning o'qi deb boshlanishi buning yorqin dalilidir. Shuning uchun ham islom dinining mo'tabar manbalarida ilm targ'ib qilingan va ilm sohibi uchun baland darajalar va'da qilingan. Alloh taolo Qur'oni Karimda Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland darajalarga ko'tarur degan. Inson ilm tufayli har qanday qiyinchilikdan osonlik bilan chiqib ketishi mumkin. Shu bois yoshlarga ilm ma'rifatli bo'lish va zamonaviy hunarlarni mukammal egallashni targ'ib qilish eng muhim masalalardan sanaladi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu har bir davrda o'ziga xos bo'lgan ilmlarni o'rganishga ishora qilib, farzandlaringizga o'zi yashayotgan davr ilmlarini o'rgating. Chunki ular sizning davringizdan boshqa davrda dunyoga kelgan degan. Insonning solih va barkamol bo'lishi yoshligida olgan odob axloqi va ilm ma'rifatiga bog'liq. Shuning uchun ham islom dini hamisha insoniyatni ilmga chorlab kelgan.